ming Ben yokken dollar haklı tuttu. Gandon. İşte bugünden mi skay? Kızını skay. Durumu so'radi. Man. 100 dollar bir yani yok Shunga fakat ottamni bolasi 100 dollar bir Gandon. 100 dollar da bir. Tushunaymi? Pul yegan kafiga insonsan. Qancha soni yegansan? Qancha soni pul yegansan? Bu isbot qilib bermay. Aga, davay. Bir soni pullarni Gandon ovozini o'chirib qo'yib o'ziga qo'yib. Ovozimni o'chdi qo'ygetsa, ovozimni o'chdi qo'ygetsa Gandon. Asabim nima jo'g'ida? Otam bolasi Qanchasini pulni yeding? Qanchasini pulni yeding? Jalapingga yedirding, oilang emas, onang emas. Qanchasini pulni yeding? Qancha pulni yeding? Ehsonni pulni beryapti. Kim oldinda, kim keyinda, kimga dalbadar, kimga o'lyapti. 2000 aytyapman. Ey, Sabr, siz amanatsan o'ylayapman. Nima deyapsan? Sabr. Hamma narsaga sabr kerak. 1100 dollar o'ylayapman. Nima deyapsan sen? 2000 yig'ib bermadim. Senga qo'ytoqni qo'yganman. Ishing tushuncha opajon dilaqqa bir joydan tursa, bir qishdan tursa, ishim tushmaydi ham, tushmagan ham tushmasin ham bunachilar. O'zingga sikay, farzandlaringni hurmat qil. Bunachilar tushmaydi ham mana ish. Qiling, onang to'g'risiga 100 ming so'm pul tashlamagansan, bir gandonsan. Ya ket olishkim ham kelmaydi bu bilan. Men nimasini olishim? Aqlni qarasangiz, bir so'm pul tashlamagan gandonsan. Tilimni qishitma. Qo'toq bosh, ikkita Buxoroni. Nimasi bilan olishasan buni? Jarohatlar videolarda o'shalarga yedirib ichirib yuraversan. Farzandlaringni ko'z yosh ursin. Allohga shukr. Onangni bor-ku, onangni kasab qilgan sen gandonsan. Otangni kasab qilgan sen gandonsan. Senga uchastka haqqing yo'q ne qo'ya. Ishni naqo o'zing ol. Xotining bor-ku, nima kasab qilib ajrashmayapti. Bu so'zga jarohat qilib qo'ygan. Nima qilib o'ylasa obro'li sendan ko'ra. Obro'lik namoz tushundingmi? Senga bor-ku, senga danat qilganni bor-ku, onasini sikaylisam har bitta danatni beradi. Qancha manfaatga qarab deyishim mumkin-da, lekin mas'uliyat har bittasidan aqlim yetib telefon gaplashishni. Og'zini oching, Ochmayman, eshitsin. Men keyingi eshitaman bu gapni. O'zim ochsin-da. Mana eshitadi buni. bir martaga oching ekan, bir marta oching ekan. Qo'ytoqsan eshitasan naqul. Qo'ytoq Toshkentga yurasan, Farg'ona. Bor ekan farzandingga qara. Nima qara, farzandimga zakon qilib qo'yganman. Uni hamma biladi. Qo'ytoq kalbitim kiritdim, Maqsading nima bilmayman u. Maqsading kerak bo'lsa men chalos bilan yurgan paytim gaplashgan paytimda shu chalos kim telefon qilayotgansan. Odil sana aytganliklari Efson yig'dirib ber deb. Menga qaragin, yig'ishtirib temangni bor o'sha qo'ynagin. Tushundingmi? Bo'ldi, meni tinch qo'ygan emas. Menga qaralaring, dangalchasi bitta bu qanjiq emas-da. U hammasi daxuyasida tinch qo'ylaring meni, biladi. O'zimni yo'limda yuraman. Nima qilasanlar? Menga yopishib, biladi, Zayba. Naxuy yopishsanlar menga, biladi, quyib qilaman deb, biladi. Ahvolingni qaragin, shalaba, biladi. Bitta meni emas-ku, daxuya bilan urushasan. O pul uchun biladi, Zaybalsan o. Tinch qo'ygin, biladi. O'zingni yo'lingda yurgin, biladi. Senga bor-ku, senga danat qilgan, senga pul bergan. Zayba, hamma qayerga qaramasdan biladi. Qayerga qaramasdan hamma joyga puttingni buni isqulasan, biladi. Sen lekin o'zingga tashlaysan. Yo, bilmayman, biladi, o'zingni biladi, Zaybali bu hamma joyga men aytdim, o'ydoqni yig'ib beraylik, shunga deb hamma akalarga aytdim. Ko'p deyishgandi. Bu gandon chidalmayapti bu. Sen qo'ygan masalan, aktivingni ham bu chidalmayapti bu. Tushundingmi? O'zingga sikay. Zayba qildi bu biladi. Sen pul so'rasa bermagan insonsan sen. Singling kasal bo'lib yotganda 50 ming bergan gandon emassan. 100 ming bersa batasha berganman. Sen 50 ming so'ragan. Agar shu gap yolg'on bo'lsa, sen bergan olmassan. Nima bo'lib qolasan? Men senga aytaman. Men jonimni beraman singlingga, singling oilasiga, onangga, xotin bola chaqangga. Niye zafar? Niye? Tamam bunu. Tushundingmi? Senga qaysi gandon o'zi podashka qilibdi bilmayapti. O'shalarni ham ro'zg'ori bor-ku, oilasi bor-ku, men tushundim. Agar bo'lki, menga bo'lsa ham 2000 man o'z bittasi aytaman. 2000 dollar ishlayman. 2 deganda. Mana bu ayolga yordam qilardim. Tushundingmi? Mana urushgan yo'q. Mana bu ayolga men ozgina bersam yordam qilardim. Men yaxshi bo'lardim. Men zo'r bo'lardim. Bilmayman Zinova. Men bunga yordam qilardim. Mendan zo'r bo'lmasdim bunga. Tushunyapsizmi? Bu mendan zo'r bo'lmasdim. Xalq hammani kimligini tushunyapsizmi? Bundan mendan zo'r bo'lmasdi. Maslaga aytaman. Abu Bozor meni tinch qo'ymayapti-yu bu. Qatga bo'lsam, o'qqa kelsam, bu yerda Jazaybal bu yoqqa kelsam, bu yoqqa Zaybal qilyapti. Meni hayotimga nimaga aralashyapsan? Tinch qo'ygin. Menga qara,
Undan ko'ra borib ishingni qilgin. Bo'ldi. Menga tegmagin, men senga tegmayman. Nalmani o'zing yo'lingda yurgin, ey. O'zing yo'lingda yurgin. Menga qo'rqagan bo'lmay o'xshibsanga. Senga ona jalka. Bilat. Bitta narsada hali ham shu ayol ana shunga dilya uchun men bo'lib sen o'zingni onangni 300 minglik doğrusiga bitta yordam qilay shu opa. Uylik bo'lsa sizlar ketasiz, bizdan ketamiz, bitta uylik bo'lsa deb iltimos qilib yuribman men. Bu bilsam bu meni tegma qilib yurgan ekan. 300 ming. Telefon qilyapti aka. Ha, qatnashsam o'tirma aka. Doğruga. Boring, u tema qilyapsiz. Bunga yana yordam qilaman deb aytyapsiz. Bunga yordam qilaman deb aytyapsiz. Bu sizni tema qilyapti deyapti. Bu aka nima qilay hozir deyapman. Boring gaplashing. Dindan qaytib blok etib qo'ying ayollar. Biz bu ayol uchun o'zimizdan ortda bunga yordam qilmoqchi bo'lamiz deyapti. Ya sizga qiltag'am. Uyil bukuningdan. Uyile. Uyil bukuningdan. Uyil uyursan. Toshkentda. Bilaman aka. Bilan teng bo'lish uchun ishlaman kerak emas. Menga mayda o'tasi. Nima dadam bilan Allohga beqsiz shukur dadajonim bilan zo'rman. Allohga shukur. Allohga beqsiz shukur deyman dadamni yaxshi. Allohga shukur. Senda uyda aydilmagan Allohga beqsiz. Tushundingmi? Allohga shukur deyman. Pashol nahli. Senga qo'taman.